Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada sıdağa görüyoruz. Washington'da sözdeyimiz. Bugünkü ıslahı 2022 yıl 6. ayının 9. günü. Bugünkü vaziyetin ise hazır Cungu'nun Birleşinci şehrinde 2 milyon adam işsiz kaldı degan haber bugün geldi. Bir şehir en çok kişilik nüfusu kança taze haberim yokken 2 milyon adam işsiz kaldı. Deydi bugün sizlerge şu iqtisatla davr qilgan aldı leksiya sözleyimiz. Hazır sözlep bolğan edim, kameramni açmaptı men degan vatandaş. Bunun için meni kechiring. Yani bir qarab etdik. Cungu iqtisadi mavzumunda Cungu iqtisadi ciddi asıllaşqa başladı. Amerika belki Cungu qaratgan strategiyalar hükümni özgertidi. Mavzuli haber 6. ayının 9. günü Amerika ovozining Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Haber mundaq boshlandi. Bu haber yani Muşa haber Venbi torbetida e'lon qilinganda mundaq mavzu qo'yildi. Sabiq Amerika Qo'shma Shtatlarining sabiq yuqori darajalik amaldori mundaq ko'rsatdi. Amerika Cunguni xuddi Sovetlar o'zgartgandek o'zgartdi. Mavzuli haber hamda Venbi torbetida mushu mavzu ostida e'lon qilindi. Haber mundaq boshlandi. Washington gerçi bir neçe 10 yıldan beri Cungu iqtisadi chekinmay taraqqiy qilib, mo'jiza xarakterlik gullanishga yetib keldi deb qarag'an va kishilar shundoq ishongan bo'lsa-mu, lekin texmi ko'p alomatlar navbatda shuni ko'rsatdiki, bu xil uzundan birki umumyuzlik tonish kishilarda dargumon paydo qildi. Shundaq Cungu iqtisodining umumyuzlik yuzlanishi to'g'risida hukm qilish Amerika Qo'shma Shtatlarining Cunguga qaratgan strategik siyosatining hukm qilish asoslariga berib ketiladi. Yaqindan bir qancha oy ichida Cungu iqtisodining taraqqiyot sur'ati ostilab ketganligi to'g'risidagi xabarlar quloq tubidan ketmaydigan bo'ldi. Morgan Stanley qatorliq bankalar va Bloomberg agentligining tadqiqot organlari qiyos qilishdiki, Cunguning bu yillik taraqqiyot sur'ati chekinib 2% dan tuvallaydi. Cungu iqtisodining taraqqiyot sur'ati chekinib 2% dan tuvallaydi. Bu tugaychi degan gap vatandosh. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Joe Biden Cuma günü mundaq ko'rsatdi. O'tgan hafta Cuma günü mundaq ko'rsatdi. Mustaqil iqtisodshunoslarning faraz qilishicha, bu yil Amerikaning iqtisodiy taraqqiyot sur'ati Cungu iqtisodidan olqib ketdi. 1976 yildan beri, ya'ni yarim asr vaqtdan hozirgacha bundaq ahvol hargiz yuz bermagan. Ben bu bir abzas hayran kaldım vatandaşım. Ahırda köreyli tahlil kılganda. Meyli xalqaro rayon karakterlik siyasi vaziyet ramkisi bolsun. Ya ki Amerika'nın Cunguga qaratgan siyasetini tüzüşü ya ki belgilişi bolsun. Zor cihetde bir negizlik hüküm üstüge kurulgan. Yani Cungu iqtisadi davamlıq terakki kılıdı deydigan hüküm üstüge kurulgan. Bu burunqa gap deyli. Amerika hükümetinin Cungu to'g'risidagi siyosati o'tmishdagi Cungu iqtisodining taraqqiy qilishi ustiga qurilgan. Bugundan burunqi Cungu iqtisodining taraqqiy qilishi ustiga qurilgan. Tuz siziq bo'yicha taraqqiy qiladi degan hukm ustiga qurilgan. Tövbe. Washington Bilim Hazinasi Demokratiyani qo'g'dash fondi jamiyatining yuqori darajalik tadqiqotchisi Craig Sellington Amerika ovoziga ana shundoq tahlil qildi, ana shundoq ko'rsatdi. Buning aytib kelgan xatar shundoq bo'ldi-ki, Washington
kuch chiqarib tuzib chiqqan bir turlik Jungo bosh ko'tardi degan gapni asos qilgan. Jungo siyosati Jungoning zaiflashganligi izlanadigan siyosat emas edi. Demak bu Jungo taraqqiy qilaverdi, Jungo bosh ko'taraverdi degan gap bu g'arb dunyosida bu jamoat ideologiyasi sohasiga singib kirgan gapdan bu. Amerika Davlat Mudofaa Ministrligi sobiq muavin ministri Robert maqol yozib mundaq ko'rsatdi. Kishilar hozir o'ng'ayli shundoq ko'rsatdiki, Jungo hozir iqtisod chekinish davriga kirib keldi. Jungoning iqtisodi hozir chekinish davriga kirib keldi. Rais Xi Jinping bunga qanday taqobil turishni bilmayotdi. Robert mundaq ko'rsatdi. Amerika xuddi Sovetlarning yemirilishini keltirib chiqargandek, Jungoning yemirilishini shundoq keltirib chiqarishi lozim. Davomini anglash